Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Hammaga xayrli kun. Bugun 22-may 2025-yil. Biz Farg'ona viloyati Tang'ara tumani Mulkobod MPga keldik. Oydin aka Begim chiqargan ekanlar, anchagina sifatli ham juda mana. Endi bu ba'zi Begim chiqarimizni ham o'sha Ristonda zakasagandik, bilasizlar. Bedana 20 tonna bor arzaki ko'ramiz, ko'rdim juda chiroyli. Video çekerken arkadaşlar. Birinchi bana qopini berdik. Yaqin haftalar mana bergandik. Bergan qoplarni 80 litr 50 kilogramm chiqadi. Yana yaqindan mana shu qop bu o'sha firma tomonidan berilyapti. Mo'ljali Eronga chiqadigan endi separatorlarni ko'rsatamiz. Bergan startdan beri ketyapti endi. Ana separator olma bo'zoniki yana bir xilata juda go'zal tarzda juda ham chiroyli shunaqa odamlar xohlasangiz juda do'stona olingan qolganim shulardan olganmisiz yaqinroq olgan videoga mana shularga olib kelaverib qo'rqma shularga ishlab olmaydi yana endi bu shularchalar boshqa reaktorlar ko'p ko'paytirib olmaydi ekanda kimda misol yana bizda ham bor edi bergimiz biz ham sotmoqchimiz deydigan shogirdlarimiz bo'lsa hamkorlarimiz sifati qanaqa bo'lishi kerak mana bunaqangi toza yegan bergimiz bo'lsa albatta aloqaga chiqaversa olamiz endi oyda shu qanday ishlaydigan jarayonni ham hali ko'rsatamiz